Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana sizlar uchun mana bu yerda yana ham qulaylik bo'libdi. Xullas, mana bu yerda arendaga mana bu yerda mishalkamiz, mana bu yerda yana ikkita mishalka bor ekan. Xullas, sement qolgani. Mana bu yerda operator yaqinroq kelingchi. Mana bu yerda uzunligi 18 metrlik, eni 50 lik. Xullas, mana ko'ryapsiz, qalin apalavkalarimiz, mana ko'rishingiz mumkin bu burchaklari. Xullas, bu juda bir ajoyib ekan. Yangi ishlatilmagan mana shpilkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda yana 70lik balandligida, uzunligi 18 metr ekan. Mana kulishlari bilan burchaklari dahshat. Mana bu yerda yana hurmatli kuzatuvchilar, aravalarimiz bor ekan. Arendaga beriladi, arendaga. Hali bu hammasi emas. Operator. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog' Aka, bu yana bularni bir ko'rsatasizmi, tushuntirasizmi, nimalar bor, nimalar? Tushuntiramiz. Keling, operator oling. Mana perforatorimiz bor aka bu yerda. Perforatorimiz. Lazerli urinimiz bor. Shurupyorlarimiz bor. Gipsakordon panel kesgan lobzigimiz bor. Keyin beton buzgani atboynik bor. Tarsovkamiz bor. Oldida mana kichkina pusholkamiz bor, yog'och keskani. Bu yerda katta sirkulyarkamiz bor, pusholkaning kattasi. Drill, yana kichkina perforator. Mana yerda gipsakordonchilar uchun frezamiz bor. Figura chiqargani frezamiz bor. Tishlarni olib qo'yiladi. Bu yerda 3 xil razmerda hamma palgarkamiz bor. Uchala razmerdasi ham bor. Kichkina, katta, o'rtancha, kattasi. Bu yerda svarka qiladigan ishlar uchun svarchni apparatimiz bor. Bu yerda rastor tayyorlaydigan rodbond, shpaklovka tayyorlagan mikserimiz, elektropilamiz, kirishachilar uchun. Mana bu yerda shpaklovka, malyar ishlar uchun shukurka apparatimiz bor. Xohlasin pilisos bilan qo'shib beramiz, pilisos bilan ishlasin. O'zini qopi ham bor, chang tortadigan. Bu yerda Wagner apparatimiz bor, kraskachilar uchun. Bu Wagner apparat bu ham arendaga beriladi. Bir kunda 500 kvadratdan 1000 kvadratgacha sepadi. Immunsa sepadi. Mana bu yerda kichkina Wagnercha apparatimiz bor. Immunsa sepadi bu ham. Kichkina uylarni ichlariga yaxshi, qulay. Keyin bu yerda kompressorimiz bor. Kompressor ovozsiz. Ovoz past ovozda chiqaradi. Unaqa oldingidek katta yuqori ovoz chiqarmaydi. Bunga qo'shimcha nima xohlasam, travertin sepgani pistoletimiz, maslni kraska uchun pistoletimiz, miq qoqish uchun miq qoqadigan pistoletlarimiz bilan komplet qo'shib beriladi, kelishilgan narsa. Hammasi arenaga chiqib yurdilar. Oribjon, buni olish tartibi qanday bo'ladi? Buni olish tartibiga bitta pasport olib keladi. Pasport bilan kelishadi. Daftarga yoziladi, qaysi sanada nechida olib ketildi, yozib qo'yiladi. Misol, qaysi biri nech puldan, hammasi o'zi kelishilgan narsa aytiladi. O'zlariga kelgan klient o'ziga kelishib aytiladi, o'sha narsadan to'lanadi. Ishlatib bo'lgandan keyin kichkina, katta misol balgarka 3 ta balgarkamiz bor, 3 xil narsa chiqadi bu. Svarkamiz bor, svarka oddiy narsa. Misol, kompressor oladigan bo'lsa, kompressorda o'zi oddiy nar, bitta qo'shimcha, qaysi bir qo'shimchani oladigan bo'lsa, unga qo'shib aytiladi. Nech puldan qo'shilishi. Bizda yana bir xizmatlarimiz bor. Yerda shunday to'g'ri yer shunday berilsa, noldan betonni quyamiz, g'ishini teramiz, tomini yopamiz. Ichida nimaiki bo'lsa, stroyka bitta uyda kaltini qo'lga berib chiqib ketguncha nimaiki ish bo'lsa, hammasini olib borish ham xizmatlarimiz bor, ustachilik xizmatlari. Kelishilgan holda, kelishilgan narsa. Eldan qimmat ham emas, arzon ham emas. Kelishilgan narsa. Svarka, elektrika, santexnika, issiq suv, sovuq suv, ariston, hamma xizmatlari. Elektrika, polni montajlarigacha qilib beriladi. Malyarka xohlagan stilda remont, xohlasin attachento, aboy, hammasi bez razniца. Spalni garnitur, kuxonniy mebellargacha qilib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bu joyimiz manziliga keladigan bo'lsak, Surxondaryo viloyati Uzun tumani Yangi Kuch mahallasi. Mana bu tomonga qaraydigan bo'lsak, operator ko'ryaptimi? Yangi Kuch mahallasi sentridan kirib kelganimizda, qabristondan o'tganimizda, mana bu tomonni ko'rsatib yuboring. Tojikobodga yetmasdan mana asfalt ko'chani bo'yiga joylashgan. Stivarning olishgan bor. Buncha qaltirga qo'ling.